Hürmetlik vatandaş, leksiyimizni davamlaştırımız. Bugünkü islağa 2021 yıl 3. ayının 31. günü. Yukarıda leksiyalarımızı sözledik vatandaş. Endilikte siz bilen birlikte muhakeme kılımız. Nimeni muhakeme kılımız hürmetlik vatandaşım? Dikkat kılın, biz başta ettik. Reis Xi Jinping teklif kılındı. 4. ayının 23. 23. gündeki yer şari kelimat günü. Yani yer şari günü de elçilediğin yığını teklif kılındı. Cemmi 40 devlet. Dastlabda bu teklif qilish Prezident Vladimir Putinni teklif qilish, ondan Reis Xi Jinpingni teklif qilish bilan o'tirg'i chiqqan edi. Hozirgacha bu to'g'rida Jungo hukumatining Oqsaroyga ya ma'qul yo'q deganlik to'g'risida xabar yo'q. Bugun kuni faqat men ayrim ko'rishiman Prezident Joe Biden bilan yagona ko'rishiman dedi degan xabarni bugun Wall ko'chisi gazeta xabar qilib taqatdi vatandosh. Ondan Prezident Vladimir Putin topshirib olganligi to'g'risida inkos qaytardi vatandosh. Bu yerdagi gap Prezident Joe Biden havo klimat o'zgarishi yig'iniga Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinpingni birlikda chaqirganda birlikda o'ltirib muhokama qilishimiz, so'zlashimiz dedimi, demadimi bu hozirgacha xabarda ochiq emas. Hürmetlik vatandaşım. Lekin siz şuna dikkat kılın ki 3. ayının 22. günü Rusya Federasyası'nın Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Beijing'e ziyaretga kelganda Reis Xi Jinping Fujian o'lkasiga qochib ketdi. Men shunday deyman buni hamda. Undan keyin ikkinchi vazir, ya ikkinchi qo'l rahbar vazir Li Keqiang Jiangsu o'lkasiga qochib ketdi. Johnson'nin xabarda Fujian'da nima ish bor deb savol qo'ydi Reis Xi Jinpingga. Shundan keyin Jiangsuda nima ish bor deb savol qo'ydi Li Keqiangga. Johnsonga xulos chiqarib nima dedi, hech qanday ish yo'q. Demak, sen hozir Tashqi ishlar ministri Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishishdan qochding dedi. Esasen Jungnan Haydi yoki Diyavyutayda bu Sergey Lavrov Tashqi ishlar ministri bilan ko'rishishing kerak edi. Ko'rishmay qochding. Senli emas, hatto vazir Li Keqiangmi qochdi. Buning sababini Johnsonga hech nima demadi. Lekin men sizlarga talqin qildim, hurmatli vatandoshlar. 3. ayning 18. kuni, 19. kuni 2 kun ichida Alyaskada ochilgan suhbatda Tayvan, Uyg'uriston, Tibet, Hong Kong bu sening ichki ishing emas, hozir xalqaralashdi. Chunki sen bu o'rinda bostiryapsan. Mazmuni taxminan mazmuni juma bostiryapsan. Bu xalqaralashdi, bu sening ichki ishing emas dedi. Masala qayta bu leksiyalarimda takrorlab keldim vatandosh. Men bu mavzuni tashlab etmayman hargiz, chunki bu intayin ahamiyatli. Benim şahsi izlenişim için ahmiyetlik hem vatan Uyg'uriston için intayin ahmiyetlik. Çünkü bir yerde Rusya buluvatıdı. Çünkü bir yerde Rusya Federasyası'nın diplomatiya ministri Sergey Lavrov buluvatıdı. Demek kaçtı. Sergey Lavrov bilan Jungo'da hech qanday bir davlat rahbari ko'rishmadi. Faqat Tashqi ishlar ministri Wang Yi Beijingdan Guilin shahriga, Guangzhou o'lkasiga elib berib, shu yerda so'zlashdi, shu yerda suhbatlashdi. Hozirgacha to'xtamayapti Jungo tarafdan matbuotda nima? Bular kishilik huquq to'g'risida so'zlashdi, ichki ishlarga aralashmanglar dedi. Bular ikki davlatning munosabati to'g'risida so'zlashdi, bir-birini qo'llab. Hammasi quruq gap. Jungo tarafdan kelayotgan tashviqot. Bu agar mush tashviqotlarning hammasi Rossiya Jungo munosabati qartilgan bo'lsa, hammasi quruq gap. Shuni yuring vatandosh. Chunki oldimizdagi vaziyatni biz ko'rib qoldik. Uyg'uriston masalasi vatandosh 3. ayning 22 kunidan boshlab ta hozirgacha qaysi pallaga chiqqanligini xalqarada siz ko'rib turibsiz, biz sizga so'zlab turyapmiz hurmatli vatandosh. Bu demek Alyaska söhbetinin, Alyaska yığınının neticesi vatandaş.
Däl muşundaq wagtda bir ay ötkendan keyin bir wagtni belgilep Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Reis Xi Jinpingni taklif qildi kelimat yig'iniga. Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinni taklif qildi kelimat yig'iniga. Bu yerda üçümüz o'ltirib so'zlashimiz deydigan gap yo'q. Lekin taklif qilishning tartib sonidan aytsangiz, prezident Vladimir Putin, Reis Xi Jinping andan taklif qiluvchi Aqsaray Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden. Bu yerda vatandoshim tasavvuringizga elivering qaysi nuqtada bo'lsa. Biz ham shu tasavvurimiz bo'yicha so'zlab kelyapmiz, paketlarmi shu. Mushu paketlarni tasavvur qilib so'zlab beryapmiz vatandosh. Bu yerda nayt chunqur hikoya va vatandoshim. Bak chunqur hikoya va. Nemişkanda ahirgi 4-ayning 22-23 kuni o'tkazilgan kelimat yig'inida Reis Xi Jinping Prezident Vladimir Putin bilan bir yerda o'ltirib, Prezident Joe Biden bilan ko'rishishni xohlamaydi. Nemişki men yakka yolg'iz holda ko'rishiman deydi. Buning taqdida intayin chonqur hikoya va vatandoshim. Ben sizge qo'shimcha aldım 2-3 kundan beri 3-ayning 22 kundan hozirga to'xtamay uloqshib so'zlayotgan birlik kishi bor. Yoki 2dan uning birisi men, yana birisi Jungo tashqi ishlar ministri bayonotchi Hua Chuyin. To'xtamay so'zlab kelyapti. Uyg'ur paxtkorlari, Uyg'ur paxtzorlari Mississippi'da Amerika mandaq paxtkorlarni mandaq ezgan. Biz Uyg'urlarni mandaq baqdiq. Uyg'urlarga mandaq sharoit yaratib berdik. 3-ayning 2 kundan tatib to'xtamay so'zlab kelyapti. Men har qatimliq buning so'zlagan so'zni elib sizlarga so'zlab kelyapman, hurmatli vatandoshlar. Ko'rdingizmi? Shunga bu nuqtada bilib olingki, bugun Uyg'uriston vaziyatlisiniz taraqqiy qilib mushu darajaga keldi. Bugun Uyg'uriston vaziyatiga ko'ngil bilish desiniz, ko'ngil bilish taraqqiy qilib xalqaro jamiyatda mushu darajaga yetdi. Tunugun Amerika Qo'shma Shtatlari e'lon qilgan yillik doklad kishilik huquq to'g'risida vatandosh muqimlashtirdi. Antony Blinken davlat ishlar kotibi Antony Blinken muqimlashtirdi. Kishilik huquq dokladiga hujjat shaklida muqimlashtirdi vatandosh. Xitoy hukumati Uyg'uristonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Xitoy hukumati Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazdi. Muqimlashtirdi hurmatli vatandosh. Mana shunga bugun men sizga aytdim, boshda tunugunki, muhokamaning oxirida ati qandoq o'zgarishni ko'ramiz degan edim. Mana bugungi o'zgarishni sizga topshirdim. İkincisi tunugunki muhokamada men Şinjan'daki bayonotchilarning, ya'ni Uyg'uriston mustamlika Uyg'uristondagi bayonotchilarning so'zini anglataman degan edim. Uning bugun vaqt yetkazamadim. Ko'rdingiz? Yuqorqi leksiyalarni topshirdim. Buning uchun meni kechiring. Hua Chuyinning bayonotchi Hua Chuyinning bayonoti bilan Şinjan Uyg'ur avtonom rayoниning bayonotchilarining so'zi o'xshash deb tushunavering vatandosh. Sizlarga amallik tilayman vatandoshlar.